O'zbekiston. Bitta qarsaqchal Guldiroz. O'ng qo'limda Xorazm farzandi Alisher Polvon. Nihoyatda ko'p musobaqalar sovrindori, yosh yetishib chiqayotgan iqtidorli polvonimizga yana bitta qarsaq chalamiz. Chap qo'limda Zohid Polvon, Bahrom Sattarovning eng yaxshi ko'rgan shogirdi, qarindoshi, sponsori Bahrom Sattarovga ham bitta qarsaq, Zohidga ham bitta qarsaq. Ikkalasining sovrini to'y egasi Tog'ayev Abbos tomonidan ayiradigan oti bor, $100 joti bor. Mikrofonni oldin ochib qo'yinglar.